bugungi mavzuimiz Excel dasturida mantiqiy funksiyalar va repair funksiyasi bilan ishlash va bu uchun biz tayyor shablondan foydalanamiz. Mantiq nima? Mantiq mana shu ikkita masalan ma'lumot berilgan bo'lsa, ularni ajrata olish, ya'ni bir-biridan qanday masalan aytadigan bo'lsak, ishonchli yoki ishonchsiz qismlarga ajratib olish. Masalan, bu yerda asosan ko'pincha shartlar bilan ishlaymiz, ya'ni logichskiy funksiyada shart yordamida ko'proq sizlarga vazifalar bajarishda bir necha shartlarni qanday qilib mana shu jadvalda qo'llashni o'rgatib o'taman. Xo'p, birinchi o'rinda jadval yasab olingizlar. Mana familiya, ism, sharf berilgan, rejani bajarish ko'rsatkichlari bor va mana shunga o'xshab biz shart beramiz. Ya'ni o'sha shartda rejani bajarayotgan ko'rsatkichga qarab Akbarov Bunyodga bir mukofot puli tayinlaymiz. Ya'ni qancha, masalan 5 million mukofot puli beraylik. Nima qilganligi uchun? Mana shu rejani yaxshi bajarganligi uchun. Buning uchun bizlar bitta shart bo'ladi. Masalan 80%, ya'ni rejani 80% bajarish kerak degan shart beriladi va o'sha shartni bajargan xodimlar taqdirlanishi kerak. Buning uchun logichskiy qilaman. Если funksiyasi, если degani agar, shart for funksiyasi hisoblanadi. Agar deb mana qo'llaymiz, log выражение chiqariladi. Birinchi o'rinda log выражениyaga biz shartimizni yozamiz. Shartimiz nima edi? Akbarov Bunyodda rejani bajarish ko'rsatkichi. Mana bu yerda hamma, demak, Valijonni, Saida, Botir, Nafisani ham o'zlarining rejani bajarish ko'rsatkichlari berilgan. Log выражениyaga kiritaman. Akbarov Bunyod Alisher o'g'lining rejani bajarish ko'rsatkichini kiritdim va bu yerga belgilayman. Shift bilan katta qilaman, ya'ni rejani necha foizdan baland ko'rsatsin dedik. Bizlar 80% deb belgilab qo'ydik mana. Rejani 80% dan yuqori bajargan xodimlarga biz estina qilishimiz kerak. Ya'ni nima? 5 million so'm bilan mukofot berishim kerak. 5 million. Agar rejani 80% dan kam bajargan bo'lsa, bu yerga qo'yishim kerak. Masalan 3 million beraylik. Mana 3 million so'm berishim kerak. Hozir biz shartni kiritdik mana va ok tugmasini bosadigan bo'lsak, bu yerga 3 million chiqdi. Nima uchun 3 million chiqdi? Chunki Akbarov Bunyod biz ko'rsatgan o'sha 80% lik limitni, ya'ni rejani eng minimal limitini bajara olmadi. 76% bajardi. Shuning hisobiga u 3 million so'm bilan atiga taqdirlandi. Lekin Valijon xuddi o'shani 80% dan yuqori bajardi. Hozir bu kishiga formula yozamiz. Если log выражениyaga shart kiritaman. Log выражениyaga Valijon demak nima qildi? Shift bilan katta necha foizdan? 80% belgilagandik. 80% dan yuqori vazifa bajardi. Estinaga 5 million, lojga esa necha? 3 million so'm kiritdi va ok tugmasini bosadigan bo'lsak, bu yerga mana 3 million, 5 million, demak Adhamova, Saida Jo'rayevna, Fozilov, Botir, mana bularda ham demak nima qilishimiz mumkin? Ko'rishimiz mumkin qaytadan. Mana buni tatbiq qilsak ham bo'ladi. Qolganlari sizlarga vazifa bo'ladi. Bularni ham demak bajarishingiz kerak. 5 million, 5 million, 5 million. Nima uchun 5 million chiqargan bilasizlar o'zingiz, ya'ni rejamizni 80% dan yuqori bajarganligi uchun. Endi keyingi qism. Xo'p, mana bu qism berilgan bizga. Ish tajribasi, rejani bajarish ko'rsatkichi, familiya, ism, sharflari berilgan va ish tajribasi degan qismda biz nima qilamiz? Qo'shamiz bu yerda. Taqdirlash. Endi shartimiz ikkita bo'ladi. Ya'ni qanday? Mana keluvchi, mana bu u bo'lar ekan mana. Quyidagi shartlarga to'g'ri keluvchi ishchilar 5 million so'm bilan taqdirlanishi kerak. Birinchi shartimiz rejani 85% dan ko'p bajargan. Ya'ni mana shu xodimlar ichidan birinchi rejani 85% dan ko'plarini ajratib olinishi kerak va ish tajribasi 1 yildan ortiq. Keyingi etapda esa ish tajribasiga qaralishi kerak. Ya'ni 1 yildan ortiq ishlagan bo'lish kerak bizda. Shundagina biz ularga 5 million so'm berar ekanmiz. Agarda rejani bir vaqtda birinchi va ikkinchi shartlar bajarilmasa, u nima bo'lishi kerak? Yuqoridagi talablar bajarilmasa, 3 million so'm bilan mukofotlanish kerak. Qanday? Yuqorida masalan birinchi shart bajarilmadimi? Demak, u 3 million so'm oladi. Ikkinchi shart bajarilmadimi? 3 million. Agar ikkala shartdan bajarilmasa ham 3 million. Agar bitta shart bajarilsa, bittasi bajarilmasa ham 3 million. Qanday qilib kiritamiz? Buning uchun endi biz i degan bog'lovchini qo'llashimiz kerak. I degani bu va degani.
birinchi va ikkinchi shartlar bajarilsagina istina qiymat chiqaradi. Birinchi va ikkinchi shartlar bajarilmasa ложь. Agar bittasi bajarilsa ham ложь. Buni qanday qo'llaymiz? Logichskiga kiramiz. E'tibor beringizlar mana. Taqdirlash degan summa maxsus mana shu bunyodga tegishli bo'lgan papkani kirib oldim. Taqdirlash degan summani kiritdim va bu yerga logichskiga kiritaman. Если va bu yerga men kirilchada i bog'lanmasini yozaman. I deganimiz mana. Xo'sh, qaysi harf? I. Buni rus tiliga o'tkazib oling. Klaviatura tilini rus tiliga almashtirib olingizlar. Mana bu yerdan klaviatura tilini almashtirsak bo'ladi yoki klaviaturadan Shift Alt tugmasi yoki Push bilan Probel, ya'ni Win tugmasi bilan Probel tugmasi orqali ham mana almashtirsak bo'ladi va bu yerga i bog'lovchisini bog'laymiz. I degani bizda nima? Va degani. Va birinchi shartimizni beramiz. Birinchi shartimiz Akbarov bunyod rejani katta bo'lsin, necha foizdan? 90% bajargan bo'lsin. Endi e'tibor berasiz. Ayrimlaringizda nuqta virgul bo'lishi mumkin, ayrimlaringizda virgul qo'llanishi mumkin, ayrimlaringizda o'sha ikkita nuqta bo'lishi mumkin. Shuni e'tiborga olingizlar. Asosan o'sha nuqta virgulni topasizlar. L tugmasini o'ng tarafida joylashyapti o'sha tugmamiz, ya'ni o'sha kirilcha J harfini ustida nima qilingan 90% mana bu yerdan ham bilsangiz bo'ladi. Ложь degan yozuv chiqadi. Masalan, virgul qo'ysam unaqa yozuv chiqmaydi yoki nuqta qo'ysam chiqmaydi buni. Ikkita nuqta. Agar sizda ikkita nuqta bo'lmasa, virgul yordamida ishlatsangiz bo'ladi. Va keyingi shartimiz esa ish tajribasi, demak nima bo'lyapti? Katta bo'lsin 1 yildan. Va men yopdim mana qavsda. Men aytayapman. Bunyodni rejani bajarish ko'rsatkichi mana rejani bajarish ko'rsatkichi 90% dan katta bo'lsin va i bog'lanmasi va ish tajribasi 1 yildan ortiq bo'lsin. O'shandagina biz unga necha istinaga 5 million so'm berishimiz kerak. Ложьga esa demak 3 million so'm berishim kerak. Va ok tugmani bosadigan bo'lsam 3 million. Nima uchun 3 million so'm chiqdi? Chunki bunyod rejani to'liq bajarmadi, ya'ni 85% dan ko'p bajarmadi, lekin ish tajribasi 2 yildan ortiq. Shuning uchun 3 million so'm chiqdi. Endi Valijon uchun mana shu shartimizni yozamiz. Logichskiga kiraman, Yesliga kiritaman va klaviatura tilini yana almashtirib olishim kerak. I bog'lanmasini yozaman va klaviatura tilini ingliz tiliga o'tkazib olaman. Endi shartni rejani bajarish ko'rsatkichi katta bo'lishi kerak. Nechidan? 85% dan foiz belgisi, nuqta virgul va ish tajribasi katta bo'lishi kerak 3 yildan mana. 1 yildan. 1. Mana qavsni yopaman. Istina deb chiqdi. Demak, bu 5 million so'mda chiqaradi. Chunki hamma parametrlari bizga nima kelyapti? To'g'ri kelyapti mana. 3 million. Ya'ni bizarda shartimizga to'g'ri kelyapti. 5 million. Xuddi shunday tartibda sizga qolgan uchalasi demak topshiriq bo'ladi. Mana shuni birma-bir bosqichma-bosqich demak yasab chiqingizlar va sizda quyidagi ko'rinishdagi nima hosil bo'ladi? Jadval hosil bo'ladi. Ya'ni mana shu to'g'ri jadval bo'ladi. Tekshirib olsangiz bo'ladi keyinchalik. Endigisi ili degan funksiya. Ili degani bu yoki deyiladi. Hop, salgina qotyapti. Yoki degan funksiyasini mana bu jadval yordamida biz hisoblab olamiz. Qarangizlar. Bunga ham biz mukofot pul berishimiz kerak. Endi bu yerga toifasi oliy va mana bu yerda va emas, endi yoki degan yo unisi yo bunisi bo'lishi kerak-da. Yoki degan bog'lanma bo'lishi kerak. Bu iliga to'g'ri keladi. Ishchi toifasi oliy yoki birinchi bo'lgan xodimlar 1 million so'm bilan taqdirlansin. Agar o'rta bo'ladigan bo'lsa, ular demak 500 ming so'm bilan taqdirlansin deb yozishimiz mumkindir. Endi qo'llaymiz, qarang. Taqdirlash million so'mdan belgiladim. Logichskiga kiraman, Yesliga kiraman va log выражениyaga shart yozaman. Endigi shartimiz sal o'zgaradi. Li degan funksiyadan foydalanaman. Li degan funksiya qavsni yopaman. Va shartimni yozaman. Shartim mana bu yacheykadagi matn teng bo'lishi kerak. Ikkita virgul qo'yaman. Qaysi so'zga? Birinchi degan so'zga. Mana qavsni yopaman, nuqta virgul. Keyingi o'sha xuddi shu yacheyka ham yana teng bo'lishi kerak deyman.
2 marta teng qo'ysangiz ham bo'ladi. Yana teng qo'yish kerak. Teng bo'lish kerak. Oliy degan so'zga. Oliy degan so'zga. Mana. Xo'p, virgul bilan yopaman. Xo'p, istinaga endi yozaman. Agarda mana shu ikkala so'z demak birinchi yoki oliy bo'lsa, ya'ni bunyodda ishchi toifasi birinchi yoki oliy bo'lsa, u 1 million so'm olsin mukofot puli sifatida. Agarda o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, 500 ming olsin. 500 ming olsin. Va ok tugmasini bosamiz. Necha chiqardi? 1 million so'm chiqardi. Mahmudov Valijon, Saida, Botir, Nafisalar uchun ham xuddi shunday mana shu formulani demak nima qilishingiz mumkin? Qo'llashingiz mumkin ekan. Demak, tushundingiz, mana yana bitta ko'rsataman, yaxshiroq tushunishingiz uchun mana belgilaymiz. Logichskiy если ga kiraman va bu yerga shartimiz bor edi. Qaysi bog'lovchi edi? Ili bog'lovchisini kiritdim. Ili bog'lovchisini kiritdim. Qavs ochaman. Qavs ochib ili degan bog'lovchini kiritdim. Va bu yerda kiritaman men shartni, mana ishchi toifasi teng bo'lsin. Ishchi toifasi teng bo'lsin. Masalan, birinchi degan so'zga o'chiraman. Nuqta virgul. Xuddi shu ishchi toifasi teng bo'lsin. Oliy degan so'zga mana o'chiraman. Virgul. Mana bo'ldi. Mana shunday formulani yozasiz. Bu yerga qiymatni yozasiz 1 million. Bu yerga lojda yozamiz. Qanday? 500 ming. Mana bo'ldi. Ok tugmasini bosamiz. Tayyor mana. Demak, qolgani sizga vazifa mana. 500 mingliklar ham bor. Xuddi shunday o'zingiz jadval qilib, yasab, mana shu i bilan ili funksiyalarini bog'lagan holatda nima qilib olishimiz kerak? Foydalanishimiz kerak ekan. Mana videomiz yozyapti. Endigi ko'radigan qismimiz bu VPR, GPR degan formulalarimiz bor. Sizlar uchun ajoyib aqlli jadvallar bilan ishlash. Bularni albatta o'rganib olishlaringiz kerak. Zo'r funksiya, VPR funksiyasi aynan sizga tavsiya qilaman. Bu katta bazalar bilan ishlashda juda qo'l keladi. Buning uchun nima qilamiz? Qarangizlar, mana bu raqam kerak emas bizga. Mana o'chirib tashlaylik. Bizga familiya ism berilgan katta baza bor. Ta'lim yo'nalishlari, ya'ni ular universitetda qaysidir yo'nalishlarda ta'lim olishadi va bu yerda o'sha familiyalar berildi. Mana shu ismni orasidan ism familiya tanlab olindida va bizga ro'yxat qilib berdi va ularni qaysi ta'lim yo'nalishida o'qishligini topib ber deb buyruq keldi. Menda baza ko'p. Masalan, bu yerda 10 mingta talaba bormi, 20 mingta talaba bormi? O'shani ichidan men mana bu ta'lim yo'nalishiga ajratib olishim kerak. Buning uchun VPR funksiyasidan foydalanishim kerak. VPR funksiyasi bu formulalar bo'limida ссылка и massiv, ya'ni havolalar va massivlar bilan ishlash qismimizga berilgan. Ссылка massivga kiraman va mana ikkinchida turibdi VPR. VPR funksiyasini kiritaman. Искомное значениyaga izlanayotgan obyektni nomi. Qaysini izlayapman men? Asomiddinov Baxtiyorni izlayapman. Tablitsa qayerdan izlashim kerak? Mana bu 10 mingtalik talabalar bazasini belgilab beraman. Mana shuni ichida menga nimani? Asomiddinov Baxtiyorni topish kerak. Nomer stolpsa menga qaysi ustundagi ma'lumot kerak? Ism familiya ustundagimi, ta'lim yo'nalishimi? Sanaymiz, qarang. 1, 2. O'zi ikkita ustun bor. Bizga ikkinchi ustundagi ma'lumot kerak. Chunki bizdan ta'lim yo'nalishini so'rayapti. Shuning uchun ta'lim yo'nalishi ikkinchi ustun turibdi. Bu yerga 2 sonini kiritaman. Intervalniy prosmotrga qarang, nima qiladi? Bu yerda biz belgilaganimizdek ehtimoliy variantlarni ham chiqarib yuborishi mumkin. Shuning uchun unday holatini olmaymiz va 0 kiritib qo'yamiz. Ya'ni ehtimoliy variantlarni bizga chiqarmasligi uchun hamda ok tugmasini bosdik mana. Management yo'nalishida o'qiydi. Xuddi shunday ikkinchisini ham ссылка massiv VPR. Искомный значение kimni izlayapmiz? Nurmatov Shavkatni izlayapmiz. Mana kiritdim. Tablitsa qayerda izlayapmiz? Mana bu bazani ichida izlayapmiz. Bazani kiritdim. Nomer hisobsa nechinchi ustundagi ma'lumot kerak? Ikkinchi ustundagi ma'lumot kerak. Intervalniy prosmotr 0 mana. Va ok tugmasini bosdim. Mana. Xuddi shunday demak kiritib olsak bo'lar ekan. Mana. Xuddi shunday kiritib olsak bo'lar ekan. Endi ikkinchi jadval
ikkinchi jadvalda bu do'kon, bu ham zo'r funksiya, qarangizlar. Mana bu yerga tovar nomini yozsam, mana bu yerdagi tovarlarni birortaning nomini yozadigan bo'lsam, mana summasini o'zgartirib beradi mana. O'chiraman, nonni o'chirib. Masalan, suv deb yozamiz, suv. Enter deb bosadigan bo'lsa, mana suv. Necha pul ekan? 2000 so'm. Suv ekan, mana 2000 deb chiqarib beradi. Yoki mana kola deb yozadigan bo'lsak, yoki asal deb yozaylik mana. Asal deb yozaman, enter deb bosaman. Asalning narxi 35000, bu yerda ham 35000 mana. Menga 35000 belgisini chiqarib beradi. Endi buni xuddi shunday o'zingiz baza yasab olasiz va baza yasab olgan holatda mana bu yerga formula kiritamiz. Qayerga? Summasiga. Chunki bizga nimasi kerak? Mana bu yerga biror nom yozsak, bizga o'shaning summasi kerak bo'ladi. Mana bu yerga hech qanday formula yozmaymiz, summasiga formula yozamiz. Qaysi formula ekan? VPR kiramiz. VPR kiritdim. Искомный значениyaga izlanayotgan obyektni nomi, qayerda obyektni nomini yozyapmiz? Tovar nomi degan qismga, mana bu joyga, demak, izlanayotgan obyekt nomini yozyapmiz. Tablitsa, jadval, tablitsaga jadvalni kiritaman, mana jadvalni kiritdim. Nomer stolpsa, nechinchi ustundagi ma'lumot kerak? Bizga tovarning nomi kerak emas, chunki tovarning nomini o'zimiz kirityapmiz. Bizga summasi kerak. O'shaning uchun summasi degan ustun, ikkinchi ustun va intervalniy prosmotr ehtimoliy variantlarni olib tashlash uchun 0 belgisini qo'yaman. Hamda ok tugmasini bosaman, mana. Tovar nomi asal, summasi 35000 so'm bo'ldi va bizda mana shu qismdan, demak, bemalol foydalanadigan formula yasab oldik. Buni masalan inglizcha, o'zbekcha lug'at yasasangiz ham bo'ladi, xuddi shunday tarzda. Faqat mana bu yordamida birinchi nimani aniqlab olishingiz kerak? Mana shu formulaning ma'nosini aniqlab olishingiz kerak. Menimcha uncha murakkab emas. Bir marta ko'rib bajarsalaringiz bo'ladi. Keyingisi uje VPR nima? Qarangizlar. VPR bu VLOOKUP, vertikal lookup, VPR, vertikalniy prosmotr. O'sha vertikal, mana bunday ko'rinishdagi ma'lumotlarni ajratish, ya'ni ustun shaklidagi ma'lumotlarni ajratib olish. Horizontal lookup, ya'ni gorizontalniy prosmotr bu mana bunday gorizontal ko'rinishdagi ma'lumotlarni bir-biridan ajratib olish. Mana bu yerga ham xuddi shunday kiritamiz. Qarangizlar, bu yerda tovarni ID'sini yozsam, menga xaridor nomi bilan qayerda joylashganini chiqarib berish kerak. Masalan, 115 ni o'chiraman. Necha yozaman? Mana 123. Enter deb bosadigan bo'lsam, Atlas Samarqand, mana xaridor nomi Atlas savdo markazi, xaridor joylashgan manzil Samarqand. Mana 123. Shunchaki mana bu yerdagi raqamlarni kiritasiz xolos. Bu korzinkadagi oladigan mahsulotlaringizda ham bo'ladi, maxsus raqam. Har bitta mahsulot maxsus raqam orqali belgilanadi. Qachonki uni siz chek apparatidan o'tkazsangiz, sizga o'sha, demak, raqamda nimasi ma'lumotlarini chiqarib beradi. Mana xuddi shunday. Mana shunday ko'rinishda. Demak, bu yerda sinab ko'rdik, mana. Hozir chiqarib ko'ramiz, mana. Delete deb bosaman. Delete deb bosam. Qanday? Bu ham VPR kirasiz, sesilkamasi VPR tanlaysiz. Искомный значениyaga izlanayotgan obyektni ismi, mana bu xaridor ID'siga kiritilyapti. Tablitsaga jadval, mana shu jadvalimiz kiritilmoqda. Mana nomer stolpsa nechinchi ustundagi ma'lumot kerak? 3-ustundagi, 2-ustundagi ma'lumot kerak, ya'ni xaridor nomi kerak edi. Intervalniy prosmotrga 0 va ok tugmasini bosadigan bo'lsa, mana menga aniqlab berdi. Endi xaridor joylashgan manzil kiritaman. Sesilkamasi VPR, искомный izlanayotgan obyekt, tablitsa jadval, qayerdan izlayapsiz uni? Nomer stolpsa ustuni, 3-ustun kerak endi. Interval prosmotr 0. Enter deb bosadigan bo'lsam, mana Samarqand deb chiqarib berdi. Demak, siz ham xuddi shunday VPR mavzusini o'tsak bo'ladi. Endi GPR, qarangizlar. Akfa, Artel, Megamix'da 2019, 2020, 21, 22-yildagi daromadlari keltirilgan bo'lsin deylik yoki sotuvlari deylik. Mana shularni biz mana ustun bo'yicha aniqlab olishimiz kerak. Akfaniki qanday, Artelniki, Megamix'niki yoki mana bunday ko'rinishda 2019-yilda, mana 2019-yilda mana bu 3 ta kompaniya qancha daromad qilganligini bu yerga aniqlashim kerak. Buning uchun endi GPR dan foydalanaman. Gorizontalniy prosmotr kiraman, sesilka massiv, GPR funksiyasini tanladim. Искомный значениyaga izlanayotgan obyekt nomi Akfa izlayapmiz. Tablitsa qayerda izlayapmiz? Mana bu jadvalda izlayapmiz. Nomer stroki nechinchi qator,
ikkinchi qatordan izlayapmiz va bu yerga 0 kiritamiz. Intervalni prosmotr har doim 0. Ok tugmasini bossak mana 100. Qaraymiz endi. Akfa 2019-yilda rostdan 100 daromad qilgan. Artel ham xuddi shunday. Ссылка massiv GPR iskomni izlanayotgan obyekt nomi, tablisaga jadvali, mana shu jadvalni kiritdik. Nomer stroka nechinchi qatorda joylashganligi 2, bu 3-qatorda joylashyapti va intervalni prosmotrga 0, mana 3-chi 2020 mana 3. Birinchida nomlar 2019 2da, 2020 3-da va ok tugmasini bosamiz mana 180. Xuddi shunday demak GPR funksiyasida ham qanday ishlash kerakligini o'rganib oldik. Sizlar uchun endi alohida bo'ladi. Qarangizlar, mana buni bittasini hisoblab beraman. Ctrl T aqlli jadval yoqish. Bu qanday qilasizlar? Mana ma'lum bir qismni belgilab olib, Ctrl T tugmasini bosasizlar va создание tablisa chiqadi. Ok tugmasini bossalaringiz sizga xuddi mana shunday jadval. Mana stolbase deganlarini o'chirib tashlab, bu yerga tovar nomi, miqdori, narxi, umumiy summasini yozib qo'yishlaringiz mumkin ekan. Bizning magazinimizda mana bunaqa demak nimalar bor? Mahsulotlar bor, tovarlar bor. Ularda kelish narxi berilgan, sotilish narxi berilgan. Sizlar bilan kelingizlar, hozir bir mahsulot olib ko'raylik. Masalan, non olaylik, miqdori 2 dona, narxi 1,5 ming so'm bo'lsin. Umumiy summasini bizga demak chiqarib berish kerak. Buning uchun nima qilamiz? Belgilaymiz. Formulani o'chirib tashlayman, delete. Xuddi shunday jadval qilib olasiz. Tovar nomiga masalan yozaman. Tovar nomiga hech narsa. Miqdori mana 5 ta, 3 ta olaylik. Narxi degan joyga mana bu yerga tovarning nomini yozsam, suv yozishim mumkin, non, pechenye, snickers yozishim mumkin. O'shani narxini bu yerdan chiqarib berish kerak. Narxiga endi men formula yozaman. Qanaqa formula yozaman? VPR formulasini yozaman. Chunki bizda ma'lumotlar vertikal ko'rinishda. Искомное значение. Izlanayotgan obyekt ismini qayerga yozyapman? Izlanayotgan obyekt ismini mana bu tovar nomi degan yacheykaga yozyapman. Tablisa, jadval qayerdan ma'lumotni olaman? Mana bu ma'lumotlar bazasidan, demak men ma'lumotlarni olishim kerak. Nomer stolsa nechinchi ustundagi ma'lumot kerak? Ma'lumot 3-ustun kerak va intervalni prosmotrga 0 kiritaman. Hamda ok tugmasini bosadigan bo'lsam, hozircha hech narsa chiqarmadi. Chunki mana bu yerda hech qanday demak belgi yo'q. Men non deb yozib enter deb bosadigan bo'lsam, mana non miqdori 3 ta, bitta nonning narxi 1,5 ming so'm. Umumiy summaga oddiygina teng. Miqdor bilan ko'paytirib qo'yamiz nonning narxini. Enter deb bosamiz, mana sizga demak nima chiqib keladi. Bu yerlarga ham son yozsak bo'ladi. Masalan, bu yerga 2 ta, bu yerga 3 ta deb yozib, mana bu yerga hisoblab ketaveramiz. Masalan, demak pechenye deymiz. Enter deb bosadigan bo'lsak, mana pechenyening narxi chiqaradi. Mana bu yerga masalan Snickers yozadigan bo'lsak, enter deb bosadigan bo'lsak, Snickersda narxlarni chiqarib beradi. Demak, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi sizga. Mana shu ko'rsatgan jadvallarimda hammasini o'zingiz bajarib, albatta Excel dasturida qilib ko'rishingiz kerak va buni bir necha barobar takrorlashingiz kerak. Nima uchun? Chunki bularni takrorlaganingizda o'sha Exceldagi formulalarning ma'nosiga tushunib borasiz. Darsimiz davomida ko'rgan shabloningizdan foydalangan holatda o'zingiz ham quyidagi amaliy mashg'ulotlarni bajarib ko'ring. Testlarni yechish yodingizdan chiqmasin. Keyingi darsgacha ko'rishguncha.